Navbatdagi lavha Farg'onadan tayyorlangan. Unda hududda tashkil etilgan ishbilarmon ayol 2025 ko'rik tanlov tafsilotlari haqida so'z boradi. Tadbirkorlar va ishbilarmonlar harakati O'zbekiston Liberal Demokratik partiyasi Farg'ona viloyati kengashi tomonidan tashkil etilgan ishbilarmon ayol 2025 ko'rik tanlovining hududiy bosqichi o'tkazildi. Unda partiya faollari mazkur ko'rik tanlovning may va iyun oylarida shahar va tumanlarda bo'lib o'tgan bosqichlarda g'olib bo'lgan tadbirkor ayollar qatnashdilar. Tadbirda aytib o'tildiki, bugungi kunda yurtimizda xotin-qizlarning jamiyatda munosib o'rin egallashi, ularning ijtimoiy nufuzini yuksaltirishga qaratilgan salmoqli ishlar olib borilmoqda. Barcha sohalar qatori xususiy sektor sohasida ham ayollar ko'pchilikni tashkil etmoqda. Ularning ishlashlari, yangi ish o'rinlari yaratishlari uchun keng imkoniyatlari mavjud. Tadbirda hududlardan kelgan 20 nafardan ziyod tadbirkor ayollar o'zlarining bejirim mahsulotlarini hakamlar hay'ati e'tiboriga havola etdilar. O'tgan yillarga nisbatan bu yilga e'tibor bersak, tadbirkor ayollarimiz soni ko'payganini ko'ramiz birinchidan va ularda ishlab chiqargan mahsulotlar sifatini yana ham yaxshi bo'lganini ko'rib turibmiz. Hakamlar hay'ati har bir tadbirkor ayolning didi bilan yaratgan mahsulotlarni o'rganib, odilona baholab bordi. Tanlovda tadbirkorlar nafaqat tikuvchilik, to'quvchilik, kasanachilik, balki charm-poyabzal sohalarida ham ishlab chiqarishni yo'lga qo'yganlar. Bu ayollar tadbirkorligiga bo'lgan e'tiborning yana bir ko'rinishidir. Tadbir yakunida hakamlar hay'ati vakillari so'zga chiqib, har bir ishlab chiqaruvchi ayolning mahsulotlariga yuqori baho berdilar. Ularning fidoyi mehnati e'tirof etildi. Ko'rik tanlov natijalariga ko'ra faxrli birinchi o'ringa Farg'ona shahrida faoliyat ko'rsatayotgan tadbirkor Nigora Qodirova loyiq deb topildi. Bizga prezidentimiz berayotgan imkoniyatlardan unumli foydalangan holda tadbirkorligimizni rivojlantirdik, dual ta'limni yo'lga qo'ydik. Mana hozirgi bir yilga bo'layotgan ko'rik tanlovdan juda ham xursandmiz. Chunki bu bizga ham yana ham motivatsiya bo'ladi, yana ham rivojlanishimizga katta imkoniyat beradi. Juda ko'p tadbirkorlarni ko'rdik. Hozir bizga juda ham katta motivatsiya bo'ldi bu. Shuningdek, tadbirda 2-chi, 3-chi o'rin g'oliblariga ham partiyaning tashakkurnoma hamda pul mukofotlari topshirildi. Turli nominatsiyalar bo'yicha boshqa ishtirokchilar ham taqdirlandilar.